savol beryaptilar. Papilloma degan kasallik oldin bilmasdi. Chiqqan kasallik. Judayam to'g'ri, o'rinli savol. Oldinlari demak mana shunaqa apparatlar, kolposkopiyalar bo'lmagan, lekin o'sha payti ham demak bu infeksiyalar davolangan. Endi bular ko'proq jinsiy yo'l bilan yuqadigan infeksiya bo'lgani hisobiga davlatning joylarida demak uchetga olgan holatda oldin bitta kimdadir siflis chiqsa ajotaj bo'lib ketardi-yu. Mana shunaqa holatda davolangan kandilomalar. Endi sizni gapingiz o'rinli, to'g'ri, ko'paydi. Judayam ko'p. O'zi biz bu virusni hammamiz qaysidir возрастda yuqtirib olamiz. Yoshimiz kattalashsa, bo'yinga, qo'ltig'i tagiga, sonlarni orasiga toshadi. Yoshi katta odamlarda suyanchalar ko'rasiz, suvlaydi. Mana o'sha narsa. Endi ichkarida mana shu demak holat jinsiy yo'l, ginekologik instrument orqali o'tadi. Erkaklarda jinsiy a'zo tashqarida bo'lgani uchun sochiq, basseyn, unitaz, sauna, kontakt bo'lsa o'tib qoladi. 100 ta erkakdan 70 tasida bo'lishi mumkin bu jinsiy a'zosida. Masalan, bir nechta erkak bitta joyda yashaydi, mana kvartiralarda yoki mana voyenniy erkaklarda sochiqlar даже yonma-yon tursa, kir mashinalardan ham o'tishi mumkin. Erkaklarga demak betovoy yo'l bilan. Ayollarga bu ochgan joyimiz 8 sm ichkarida. O'shaning uchun har doim jinsiy yo'l ginekologik instrument. Hozir qizchalar kelyapti endi. Oldin biz qizchalarni kamdan kam ko'rardik. Nimaga? Mana bunaqa epilyatsiya degan narsalar, epilyatsiyada doimiy demak kontakt oddiy bitta spirt ishlatadi, keyingisiga quvor uradi. Mana shuni hisobiga ko'payayotgan bo'lishi mumkin. Yana bitta narsa, butun dunyo bo'yicha bu narsaga demak kurashib kelishi bir 30-40 yil oldinga taqaladi chet davlatlarda. Ularda shu narsaga vaksina qilingan. Bizda endi kirib keldi. Mana 7-sinf qizlarga 14 yosh bir marta ham jinsiy hayotda yashamagan qizlarga bu vaksina qilinmoqda. Xudo xolasa bizda ham bir 15-20 yildan keyin bu muammodan batamom qutulamiz. Qanaqasi faqat onkogenli shtamm. Endi bachadon bo'ylari rak holatlariga olib kelishi mumkin buni onkogenli shtamplari положительный bo'lsa. Xo'p, keyingi savol. Lecheniya qildik. Lecheniyadan keyin ketmaydimi? Mana bitta ginekolog diagnozni qo'ydi. O'sha rastvor, o'tdan qilingan rastvor yozib bergan ekanlar. Endi u rastvor baribir bu virusni titri qonda bor. Immunitet kuchi ko'payadi. Chiqqanini olib tashlamasangiz, mana bu qiz baribir tahorat qiladi, yuvadi, yonidan chiqib kelaveradi o'tda tursa, bir-biriga tegib. O'shani hisobiga xirurgik metod bilan erida ham, o'zida ham polniy olib tashlanadi, protovirusli lecheniya qilinadi olib tashlagandan keyin. U dori bilan ketib qolmaydi. Spreylar bor maxsus protovirusli ko'paytirmay turishi mumkin, lekin baribir immunitetga bog'liq hisoblanadi.